65 talik gaz balon uстановка qilib berildi Cobalt avtomobiliga. Bu mijozimizning talabiga binoan chanaga uстановка qilib berildi. Ko'rishingiz mumkin. Bunda bagajlar kichikroq bo'ladi-yu, lekin u joylashi normal. Old qismiga original jihozlari, barcha bonuslari bilan uстановка qilib berildi, programma, pрошивкалari bilan. Agar avtomat korobka bo'ladigan bo'lsa, programma, pрошивка har doimgidek motor, korobka, pult zavadashi, tablosiga suv datchigi ham qilib beriladi. Agar avtomobilingiz avtomat korobka bo'ladigan bo'lsa, bu avtomobil mexanika bo'lganligi uchun faqatgina programma, pрошивкалari bonusiga qilib beriladi. Qo'yilgan jihozlarimiz blok upravleniya Stack Gofas 200 original Polshaniki uстановка qilib berildi. Elektron sistema, map datchik, suv datchik, ko'chatil Polshaniki originali uстановка qilib berildi. Высокоскоростной ADAX original farsunkalar, original Atiker Turetskiy reduktorlar bilan uстановка qilib berildi. Hid chiqarmaslik uchun fragmentlangan shinalarni uстановка qilib berganmiz. Ko'rishingiz mumkin, bundan tashqari barcha turdagi avtomobillarga metan, propan gaz uстановка xizmati mavjud. Batafsil ma'lumotlarni pastdagi raqamlardan olishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, bizda ishxonamiz 100% akkreditatsiyadan o'tgan onlayn dokumentlari bilan qilib beramiz. Kimga shunday sifatli, ishonchli, tezkor xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Bu komplektatsiyani narx kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada plyus belgisini qoldiring. Biz sizga albatta javob yozib o'tamiz.